Men aytdim, ozgina vaqt beringlar, o'ylab ko'ring. Vaqt yo'q, ertagisi yo'q. Bugun ular aktyor qidiryapti. Nega? Chunki bu rolni mo'ljal qilib o'ynaydi degan odam kasal bo'lib qolganmidi, yo'qqa qadar ketish kerakmidi? Komandirovkaga. Boshqa odam o'ynashi kerak bo'lgan. Boshqa odam Aniqmi aktyor nomi? Rustam Urazayev. U o'zbekistonlik Alan Delon deyishardi, chunki ozg'in o'ziga kelganda ko'k ko'zli. Hozir Moskvada yashaydilar, rejissyor bo'lib ishlayaptilar. 3 ta kino menga yoqadi-da. 3 ta film Amerikaning kinolarini aytaman. Bu Francis Ford Coppola'ni klub Cotton klubi. Keyin o'sha Francis Ford Coppola'ni Krasnoy Otets filmlari yoqadi. U filmda, Krasnoy Otets filmida birinchi qismida Sani Corleone degan qahramon. Don Corleonening o'g'li. Don Vito Corleonening katta o'g'li. U qahramondan nimanidir oldim. O'sha Gollandiyas Schultzdan nimanidir oldim. Va albatta Jahongir akam aytgan, chunki u kishi rejissyor, u kishi kinoni butunlay ko'radi. Aktyor o'zini chegarasini biladi. U kishi mamlaqa bo'lsa qiziqarliroq bo'larmidi deb gapirgandilar. Suhbatlashdik, qanaqadir общий olimga kelib, nuqtai nazarga mana shunaqa qahramon tug'ildi, Hosilboyevich degan.